Mang'itning ichidan bo'lib to'lashga 200 million so'mim bor, 250 million so'mim bor, lekin bo'lib to'lashga uy kerak deganlarga sizlarga zo'r variantdagi uyni topib qo'ydik. Umumiy maydoni 4,5 tutyapti. Yevro remontlangan, kuxni mebellaridan mo'shnindan ishlab qo'yilgan. Mana shu uyimiz xudo xolasa bo'libga qo'yilyapti. Sotuvga qo'yilyapti, qarorchi. Mana shu o'rimiz, mana kirgan davon desak ham bo'ladi, o'rimiz garaj desak ham bo'ladi. To'liq obzorni video davomida aytib o'tib ketamiz. Siz undan oldin bizlarning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bizga botón bo'lsa, videoni davom ettiramiz. Uyimizning mana shu kirgan joyi, bo'rimiz garaj hisobida qilsanglar ham bo'ladi. Bo'rimizda o'tirib choy-chaton qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Televizorlar uchun joylar tashab ketilgan, televizor olib ketiladi. Bu yoqimizda ko'rsatsa bo'ladi, Wi-Fi'lar hamma narsasi bor. Bo'rimizda buni rakovina, hammasini o'zim ishlaganman deyapti, kafelarni qistirib. Mana shu uyimizning kirish joyi. Bu uyimizga prosta respekt. Bo'rimizning narxini bo'lib to'lasanglar ham bo'ladi. Bu yoqimiz botón bo'lsa, orqa tarafi ko'rsatsa bo'ladi, akkuratniy, zelen zona qilib, chiroyli qilib ishlasanglar, navislar bilan qo'ng'ishingiz ham navis qilib ishlagan ekan. Mana shunday holatimda. Endi botón bo'lsa, sizni uyning ichkarilari bilan bir qator tanishtiramiz. Tipli pol qilingan, ko'rsatsa bo'ladi. Bu yoqimiz botón bo'lsa, manaki banyasi, dushovoy hamma narsasini o'zim chiroyli etib ishlaganman deyapti, aristollar qo'yganman deyapti. Ko'rsatsa bo'ladi, hamma narsani sifatli qilganman deyapti. Keyin bu kafellardan polni patologgacha qilganman deyapti. Bo'rimizda kir mashin olib ketiladi. Uyimizdagi jamiki gilamlar qoladi. Portretlarda botón bo'lsa, og'an odamga shundaycha padarka qilib ketaman deyapti. Mana shunday did bilan yasatilgan uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Endi botón bo'lsa, bu yoqimizda kuxnya. Ayollarimizning eng sevadigan bu kuxnya deydi, kuxnya. Endi bo'rimizda ko'rsatsa bo'ladi. Hoppa. Mana shunday ayollarimiz shunday kuxnyani orzu qiladi. Hammaga nasib qilsin. Nasib qilsin deganlar like bilan podpiskani bosib qo'yaveramiz. Ko'rsatsa bo'ladi. Mebelga o'tkaziladigan plita, gaz plita, bu yoqimizda duxovka, bu yoqimizda vidichkani ko'rsatsa bo'ladi. Hamma narsasi chiroyli etib mo'shti qilib ishlangan. Mebel qoladi bo'rimizda, kuxni xolodilnik, bu yoqimizda televizorlar olib ketiladi. Endi ko'rsatsa bo'ladi, bu yoqimizda duxkonturniy katyonlaridan bor, ko'rsatsa bo'ladi. Rules firmasi zo'r firma hisoblanadi. Mana shunday xudo xolasa kanallar bilan bir qator tanishtirib o'tib ketaman. Bu yoqimizda manaki detski xonasi ko'rsatsa bo'ladi. Xamir oboylangan, to'shalgan, pollari qilingan. Aytib o'tish ketishimiz kerak, kuxnyaning poli 2,5-2,20 shu atrofida polni odam siyadi deyapti. Bu yoqimiz botón bo'lsa, spalnisi ko'rsatsa bo'ladi. Bu yoqimiz botón bo'lsa, mehmon kutadigan zalimiz kattagina. Mana shunday ko'rinishdagi uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Konditsioner ham xudo xolasa og'an odamga padarka qilib ketaman deydi. Pardalar hammasi qoladi deyapti. Mana ko'rsatsa bo'ladi, pardalar ham mo'shni qilib ishlanilgan. Mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Narx-navolar haqida batafsil aytib o'tib ketaman. Xo'p, bu uyimizning narxini aytishdan oldin mana shunday uyni orzu qilgan, niyat qilganlar bir like bosib beramiz va podpiskadan bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz. Xo'p, bo'rimizning narxini boya aytganimdek bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi, yo bo'lmasa naqd pulga ishtir sanasanglar ham bo'ladi. Endi botón bo'lsa, bo'rimizning narxini 470 million so'm aytib turibmiz. Yana ustunda ozroq yana kelishadigan yerlari bor. Bemalol telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, baraka qilamiz, xudo xolasa, bemalol kelishib, baraka qilsak bo'ladi, xudo xolasa. Hammaga yaxshi kayfiyat, dokument hamma narsasi to'g'ri otingizga o'tadi. Sizlar bilan Mang'it Makler kanali.